Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli ishtirokchilarimiz, voqea savollari deb nomlanmish ko'rsatuvimizning yangi soniga xush kelibsiz. Avvalgi sonlarda odatlanganimizdek, so'z muqaddimasini ko'p cho'zib o'tirmayman, chunki bugungi mehmonimizni va unga bog'liq bo'lgan hodisalarni, qadr-qiymatini o'lchay oladigan so'zlarning o'zi yo'q. Xush kelibsiz Abu Hamza. Salomatligingiz uchun Allohga hamdlar bo'lsin. U zotning o'zi sizga komil shifo bersin. Allohumma amin ya sidi. Barakallohu fikum. G'azodan yaqin orada chiqib, u yerda yuz berayotgan hodisalarni bizga so'zlab beruvchi jurnalist naqadar yaxshi. Chunki kameralar ko'p narsalarni yorita olmaydi. Hatto jurnalistlar ham G'azo xalqi boshidan o'tkazayotgan kechmishlarni bir qisminigina yorita olishadi. Men Xibakil bilan uchrashgan vaqtimda u menga shunday dedi. Biz kabi jurnalistlar yoki muxbirlar G'azoda yuz berayotgan voqealarni 4 yoki 5 dan bir qismi va undan ham kamrog'ini so'zlay olamiz. Undan ortig'i tilimizdan chiqmaydi. Siz G'azoni va G'azo xalqini qanday holda qoldirib keldingiz? Bu qiyin savol. Ochig'i biz ularni juda og'ir va ayanchli holda qoldirib chiqdik. G'azoda yuz berayotgan hodisalar juda ayanchli. Bu insonni xayolotlari va ehtimolotlaridan tashqarida desak ham bo'ladi. Biron kimsa G'azo sektorida bu kabi kunlarga guvoh bo'lishini xayoliga keltirmagan edi. O'nlab yillar mobaynida G'azo sektori yoki Falastinning boshqa yerlarida Isroil bosqinchilari bilan Falastin jangovar guruhlari o'rtasida ko'p voqealar va hodisalar yuz berdi. Biroq bu urush avvallari biz guvoh bo'lgan urushlar kabi emas. Birodarim Mahmud, siz bilasizki, biz bir necha yillar davomida qurshov asnosida G'azo sektorida bo'lib o'tgan barcha janglarni yoritib kelganmiz. 2008-2009-yillardagi jangdan boshlab to 2012, 2014, 2021-yillar mobaynida yuz bergan hodisalarning rivoji katta jang alangalanishiga olib kelib qo'ygan. Bu yillar mobaynida davom etgan qurshovning natijasidagi tabiiy holat hisoblanadi. Biroq hech qachon soni, turi va ko'rinishi jihatidan bu kabi jangga guvoh bo'lmaganmiz. To'g'ri, jang o'z nomi bilan jang. U og'riqli, hayratomuz va qo'rqinchli sahnalarni vujudga keltiradi. Bu insonlar uchun eng mashaqqatli sinovdir. Insonlar ustida kuzatiladigan kechmishlar, fuqaro, siyosatshunos guruhlar va bu jangning ta'siri ostidagi barcha insonlar uchun eng qiyin manzara hisoblanadi. Biroq avvallari bo'lib o'tgan janglar hozirda biz ko'rib turgan janglar uchun shunchaki tayyorgarlik edi. Oxirgi jang avvallari yakunlangan joydan boshlandi va bir necha kun ichida shahidlar, jarohatlanganlar soni va vayronalar soni jihatidan olib qaraganda avvalgilarning barchasini to'p holatidagi hisobidan ham o'tib ketdi. Bu jang bizga bosqinchi Isroilning haqiqiy xarakterini ko'rsatib berdi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, bosqinchi Isroil bu jangda o'zining tengsiz vahshiyligi, nafrati va intiqomini zohir qildi. Bularning barchasi yuz berayotgan hodisalardan ko'rinib turar edi. Chunki bu jang davlatlararo qonunning sifatlashiga ko'ra insoniy jinoyatlar bilan boshlandi. Bu jang geografik jihatdan kichkina, mintaqa resurslari oz bo'lgan joyda 18 yildan buyon qurshov ostida hayot kechirayotgan 2.300.000 ni tashkil qiladigan bu xalqdan chegaralarni yopish, elektrlarni uzish, suv yo'llarini uzish kabi jamoatchilikni jazolash va insoniy jinoyatgarlik bilan boshlanishi juda buyuk hodisadir. Hech qanday ogohlantirishsiz uylarni yashovchi egalari bilan birgalikda vayron qilish Isroil hujumining bu jangdagi asosiy xususiyatidir. 3-4 oy mobaynida 100, 150, 200 kishilik shaxslar yashovchi binolarni to'laligicha vayron qildi. Bu barcha insoniy qonunlarga ochiqdan ochiq xilof qilishdir. Bu jang xuddiyki avvalgilari kabi uy-joylarni vayron qilish bilan boshlandi. 2021-yildagi jangda ham minoralarni vayron qilinishi, xususan Al Jazeera kanalining ofisi joylashgan Jalo minorasi ham Isroil hujumining natijasida qanday vayron bo'lganini insonlar guvohi bo'lishgan edi. Bu kabi insoniy buzg'unchilik va vayronagarchilikni ichiga olgan Isroilning bosqinlariga bashariyat o'lchami bilan aytganda chidab bo'lmaydi. Madaniy kasalxonasini vayron qilinganlik rasmlari tarqaldi. Odatda Al Jazeera telekanali va ijtimoiy tarmoqlar vahshiyona manzaralarni ko'rsatishmaydi. Siz bu borada nimalarga guvoh bo'ldingiz?
Biz bu qirg'inda g'aroyibotlarni guvohi bo'ldik. Birinchidan bu kechasida sodir bo'ldi. U yer Al Jaziraning ofisiga 1 kilometrdan ozroq bo'lgan masofada joylashgan edi. Bu lahzalar juda ham og'ir kechdi. Men binolarning ustida tez yordam mashinalarini ko'rib turar edim. Bu tez yordam harakatlari odatdagidek emasdi. Ya'ni ko'p sanoqli mashinalar to'xtovsiz harakatlanib, Ma'madani kasalxonasiga borar va Shifo kasalxonasiga qaytar edi. Ular Al Jazira kanalining ofisi joylashgan binoning oldidan o'tib ketishar edi. U yerda yuz bergan hodisa juda ulkan bo'lib, men uni kamera tasviriga tushirishni zarur deb bildim. Biroq holat juda og'ir edi. Bu vaziyatda hech kim harakatlanishga qodir emasdi. Faqatgina odatda avvaldan kelishuv bilan harakatlanadigan tez yordam mashinalarigina ketayotgan edi. Ammo biron inson yoki odatiy mashinalar yoki jurnalistlar harakatlanishga jur'at qilisha olmayotgan edi. Biz ham u yerga borib o'tirmasdan binoning ustidangina vaziyatga oydinlik kiritish borasida ko'p taraddudlanib turdik. Ammo so'zning yakunida ba'zi qaytariqlarga qarab o'tirmasdan u yerga borish majburiyatini o'z zimmamga oldim. To'g'ri, men shoshildim. Biroq aytdimki, nima bo'lsa bo'lsin. U yerdagi hodisa juda buyuk. Biz kasalxonaning eshigiga yetib kelishimiz bilan bu yerdagi holat men o'ylaganimdan va meni bu yerga kelishlik qarorini olishga chorlagan narsadan ancha katta ekan. U yerga borishimiz bilan ko'rdimki, odamlar kasalxonadan ko'chaga qarab chiqishyapti va baqir-chaqir qilgan holda izg'ib yurishibdi. Ularning biri go'dak bolasini qidirsa, boshqasi sheriklarini izlab yuribdi. Bularning barchasi kasalxona tashqarisida edi. Kasalxonaning ichi esa bu qirg'inning haqiqiy manzarasini namoyon qilar edi. Bu jarayonda tez yordam mashinalari kasalxonadan chiqqan va o't o'chiruvchi mashinalar u yerga kirgan, odamlarning baqir-chaqirini o'z ichiga olgan juda qiyin vaziyat edi. Men darhol tasvirga oluvchi sherigim Hamdanga kamerasini yoqishini aytdim va o'zim kameraga qarab gapira boshladim. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, biz gohida tun bo'lgani sababli yerda yotgan ba'zi jasadlarni bosib o'tar edik. Elektr toklari yo'q va o't o'chiruvchi mashinalar ba'zi yong'inlarni o'chirib yurishibdi. Shunga qaramay, gohida ba'zi jasad a'zolari oyog'imiz ostida qoldi. Kasalxonaning atrofi va uning hovlisida jussalar sochilib yotar edi. Hatto ba'zi daraxtlar ustida a'zolar osilib yotardi. Bu yerda qo'l, narigi yoqda esa bosh va yana u tarafda jasadning boshqa a'zolari va kiyim-kechaklar. Yana ba'zi jussalarning usti imkon qadar latta-putta bilan yopib qo'yilgan. Har tomondan o'liklar va qonlarning hidi o'pirib turardi. Bu hodisalar bizni mutlaqo boshqa kayfiyatga solib qo'ydi. Shunga qaramay, sizdan kameraga qarab gapira olish uchun g'ayritabiiy quvvat bilan sifatlanishingiz talab qilinadi. Chunki ozginadan so'ng butun dunyo sizni kuzatadi va bu yerda nima bo'lganiga guvoh bo'ladi. Men doim kamerani uzoqdan olishiga haris bo'lar edim. Chunki u yerdagi manzaraning 90%ni ijtimoiy tarmoqlar joylashga ruxsat bermaydi. Shuning uchun men har qadamimda "Ey Hamdan, kamerani uzoq qil" deb yurar edim. Chunki bu suratlar arxiv yoki boshqa yerga joylanmaydi. Shunga qaramay, kamerani qayerga qaratsangiz ham barchasi birday. Narigi chekada oilalar uxlayotgan holda bo'lishgan. Yana ozgina ichkariga kirsam, kanisada ham jussa a'zolari bor ekan. Ichkariroqda bir joy bo'lib, u yer gapir, hech qanday xaraj yo'q deb nomlanar ekan. U yerda ham qonlar oqib yotibdi. Ba'zi jussalarni nimalardir qilishyapti va kasalxonaning boshqa xonalaridagi shahidlarni tashqariga olib ketishyapti. Ba'zi yosh bolalar va qizlar shokka tushib qotib qolishgan. Ular juda qo'rqinchli ravishda gapirishar edi. Bularning barchasi sizni jurnalist sifatida va inson sifatida larzaga keltiradi. Biroq siz ishingizni davom etishga majbur bo'lasiz. Siz go'yo tosh kabi bo'lib qolasiz. Haqiqatda bu kecha juda og'ir, qo'rqinchli va qonga to'la kecha edi. Bu kabi ayanchli turlar ko'p bo'lsa-da, biroq G'azo xalqining saboti haqiqiy qahramonlikni ifoda qiladi. Go'yo ular bashariyat tuprog'idan emasdek. To'g'ri, ular farishta emas, balki biz kabi odamlar, lekin vaziyatni qanchalik og'irligiga qaramay, ularni birontasi Allohning qazo va qadariga norozilik bildirayotganini ko'rmayapmiz.
balki norozilik bildirayotganlari ham bordir. Biroq umumiy oqimning holatidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ular Allohga va uning qadariga iymon keltirgan va o'ziga yetgan musibatlarga sabr qilish va sabotda turish bilan hayot kechirishmoqda. Bizga ularning hayotidan ba'zi ajoyibotlardan zikr qilsangiz. Birodarim Mahmud, menda umumiy Falastin xalqiga, xususan yillar mobaynida qurshov va qiyinchilikda musibatlangan holda hayot kechirib kelayotgan G'azo xalqiga nisbatan bir qanoat bor. Ular ham boshqalar kabi insonlardir. Hayotni yaxshi ko'rishadi, balki hayotni paydo qilishga harakat qilishadi. Chunki hayot ularga nisbatan tasodifiy holat hisoblanadi. Shuning uchun ular bu kabi holatga o'rganib qolishgan. Bu holatlar bir kun, 2 kun, bir oy, 2 oy mobaynida davom etadigan 1 yoki 2 yoki 3 ta jang bilan tugab qolmaydi deb hisoblashadi. Bu kabi vaziyatlar ularga qiyinchilikda chidab tura olish uchun qo'rg'onlarni paydo qilgan. Shunga qaramay aytib o'tganimizdek, ular ham hayotni yaxshi ko'ruvchi va eng qiyin pallalarda ham hayotni paydo qilishga harakat qiluvchi odamlardir. Ishoning, men G'azo sektoridan chiqishimdan oldin shahidlar kasalxonaga ketayotgan va qiruvchi samolyotlar bombard qilib turgan bir vaqtda ba'zi odamlar palatkalarida farzandlari uchun tug'ilgan kun marosimini o'tkazayotgan edi. Bu tug'ilgan kunini nishonlash yoki qalbga xursandchilik sig'dira olish ma'nosida emas, balki ozgina bo'lsa-da alamlarni yengillatish maqsadida. Bu o'rinda ulardagi hayot irodasi va hayotni paydo qilishga bo'lgan istakni his qilamiz. Tabiiyki, bu tug'ilgan kunni nishonlab xursandchilik qilish ma'nosida emas, lekin ozgina bo'lsa ham tug'ilgan kun bahonasida madh qilishdir. Garchi biz bu holatlar ichida yashagan bo'lsak-da, biroq gohida inson ularni gapirayotgan vaqtida eti junbushga keladi. Balki Alloh taolo bu odamlarni qalbiga boqdi va ular uchun bu joyni va bu mas'uliyatni tanladi. Demak, men o'ylashimcha, ular bu vazifani ado qilishga qodir qilib qo'yilgan insonlardir. Aks holda bunga qudratlari yetmas edi. Faraz qiling, bir shaxsni otasi va bobosidan qavatli binoni meros qilib olgan bo'lsa, yoki bir oila ko'payishib to 100-150 adadga yetib bino qurishgan bo'lsa, ya'ni G'azo sektoridagi holat shunday. Insonlar bir binoda qo'shni bo'lib yashashadi. Shu holatda Isroilning qiruvchi samolyoti kelsa-da, binoni butunlay vayron qilib yuborsa va undagi barcha insonlar halok bo'lib, faqatgina bir yosh go'dak yoki o'sha oilaning boshchisi qolib, halok bo'lganlar uchun hasratlanib turgan bir paytda tasodifan qayerdandir kameraga yoki o'sha yerda yashovchilarning birining telefoniga uning o'sha lahzadagi reaksiyasi tushib qolsa, go'yo u avval biron lahza ham hayot kechirmagandek, Alloh biz uchun kifoya va u qanday ham yaxshi vakildir. Falastin uchun fido bo'laylik deb tursa. Abu Hamza, bu holatlar insoniy mantiq bilan o'lchaganda chidab bo'lmas hisoblanadi. Alloh taolo ularga biz his qila olmaydigan sabr va sakinatni nozil qilib qo'yibdi. Siz ham o'shalarning biri edingiz. Kim yoki nima sizni sabr qilishga chorladi? Men G'azo sektoridagi insonlarning biri edim. Shu vaqtgacha doim aytib keldim va bundan keyin ham aytib qolamanki, Alloh taolo biz uchun bu mashaqqat va imtihonlarni qarshi olishimizda quvvat manbasi bo'ldi. Men ham G'azodagi bir shaxs o'laroq bu mashaqqatlarni boshimdan kechirdim. Bu jangdagi jurnalistlar avvalgi jangdagi jurnalistlardan mutlaqo farq qiladi. Bu jangda jurnalistlar avval bo'lib o'tgan janglardagidek 1 yoki 2 marta emas, balki 3 marotaba ulpon to'laydi. Birinchidan, jurnalist bo'lgani uchun doim hadafga olinish ehtimoli kuchli. 120 dan ortiq jurnalistlar va jarohatlanganlar bunga misol bo'ladi. Ikkinchidan, shaxs o'laroq. Chunki uning ham oilasi, qarindoshlari, ota-onasi, qo'ni-qo'shnilari, do'stlari, amaki va tog'alari mavjud. Ular ham doim hadaf ostida va jarohatlanib turishibdi. Uchinchidan, barcha qochqinlardan namuna olgan holda u ham qochqinlikda hayot kechiradi. Shunday qochqinlik vaqtida ham ko'chadagi hayotni, qochqinlikdagi hayotni, palatkalardagi hayotni yoritishi, shuningdek oziq-ovqat, suv, yotoq joylar, gumanitar yordam va hattoki hojatxonalarda ham kamchiliklar bor ekanini yoritib berish talab qilinadi. Bu juda alamli holatlar bo'lishiga qaramay, bundan ham ko'ra mashaqqatliroq hodisani boshdan kechirdik. U ham bo'lsa oilamning hadafga olinishi edi. Men G'azo sektorida yashayman.
Ish joyim ham o'sha yerda. Biroq Isroil armiyasi G'azo va shimolda yashovchi xalqdan janub yoki o'rtaliq tomon ko'chishlarini talab qilgan vaqtda ayolim va uning aka-ukalari boshqa insonlar kabi G'azoning o'rtasidagi Nusayro mintaqasiga ko'chishga qaror qilishdi. U yerda bir muddat hayot kechirishdi. Ularning hadafga olinganligi xabari kelgan vaqtda men jonli yo'yinda mintaqada yuz bergan bombard haqida gapirayotgan edim. Bu juda katta bombard edi. Men o'zim bilmagan holda oilam borib o'rnashgan mintaqadagi bombard haqida gapirayotgan edim. Men gapirar ekanman, sherigim Hamdanni telefonda gaplashayotgan ovozlari qulog'imga chalinib qoldi. Uning gapirish ohangidan qandaydir xatarli hodisa yuz berganini sezardim. Biroq men bombardning tafsilotlari va uning natijalari haqida gapimni davom etaverdim. Ozginadan so'ng sovutimda turgan telefonimga qo'ng'iroq keldi. Shu vaqt Hamdan keldida tezlik bilan telefonimni olib qo'ydi. Men demak biron holat yuz bergan deb o'yladim. U telefonda gaplashayotgan vaqtda tinglashga harakat qilib ko'rdim. U oyog'ini devorga urardi. Men undan nima gap bo'lgani haqida so'radim. U oilam yashab turgan mintaqani hadafga olishganlari haqida aytdi. Telefonda gapirayotgan qizim shunday der edi. Men qizingiz Xuludman. Sundus ham yonimda. Qolganlarga nima bo'lganini, ulardan kimlar shahid bo'lganini bilmayman. Shu vaqt men jonli yo'yinda gapirib turganimni unutdim va nima bo'lgani va qanday ish yuritishim kerakligi haqida o'ylay boshladim. Chunki tunda G'azo shahridan sektorning o'rtasidagi mintaqaga borish juda katta tavakkalni talab qiladi. Va bu juda qiyin qaror. Chunki u yerga yetib borishingizdan oldin o'zingiz ham halok bo'lishingiz mumkin. Shunga qaramay men borishga qaror qildim. Chunki tong otguniga qadar kutib o'tirish juda ham qiyin edi. Men Hamdan va shofyor bo'lib mashinaga o'tirdik va darhol o'sha mintaqa tomon yo'lga chiqdik. Yetib borgan vaqtimizda oilam joylashgan manzil vayron bo'lib yotganini ko'rdim. Insonlar ba'zi jasadlarni chiqarib qo'yishgan ekan. Uyga kirganimdan so'ng bo'lib o'tgan vaziyat haqida va kimlar shahid bo'lgani borasida so'rasam, kimdir Ahmad deydi, yana kimdir Mahmud deydi, yana boshqasi Batul deydi. Ular har xil javoblarni berishar edi. Shu vaqt men ham ular bilan qidira boshladim. So'ng suratdagi jasadini ko'tarib turgan nabiram Adamni topdik. Atrofdagilar buni bu yog'iga tunda hech nima qila olmaymiz deb aytishdi. Uni ko'tarib Aqso shahidlari kasalxonasiga bordim. U yerda jonli yo'yinda tarqagan o'sha mashhur voqea yuz berdi. Men qolganlarni ham qidira boshladim. Balki ba'zi sheriklarim oilamda yana kimlar shahid bo'lganini menga aytishga botina olishmayotgandir degan xayolda qaytadan uyga kirib, qizlar va bolalar haqida so'ray boshladim. Biroq hech kimni topa olmadim. Shu vaqt odamning zehnini har xil xayollar cho'lg'ab oldi. Bu juda ham qiyin holat bo'lsa-da, biroq sizdan ishingizni davom ettirishingiz uchun qanchadir miqdorda kuchga ega bo'lishingiz talab qilinadi. Afsuslar bo'lsinki, qizlarimning biri tog'asining qizi bilan birga hadafga olingan yerlarning birida bo'lgan ekan. Samolyot urgan vaqtda uning valnasi qizlarni turtib yuborgan. Natijada ular oshxonaning shkafi ostiga qadalib qolishgan. Ustilaridan esa tuproqlar qoplab olgan ekan. Madaniylarni himoya qilish tashkilotining a'zolari va boshqa odamlar ularni qidirishgan. Lekin hech kimni topisha olishmagach, qidiruvni to'xtatishgan. Qizimning tog'asining qizi odamlar binoni tark qilib chiqib ketayotganlarini eshitgan vaqt Allohning qudrati bilan qichqirib yuborgan. Odamlar qizning qichqirig'ini eshitib, ovoz qaysi tarafdan kelganini izlay boshlashgan. Ovoz tuproqning ostidan kelganini payqashgan bo'lsa-da, uni ochib ko'rish ancha qiyin edi. Ularning biri binoning orqa tomoniga o'tib, oshxona devorini sindira boshladi. Sindirib bo'lgach qarasak, haqiqatda u yerda qizim Batul va uning tog'asining qizi Amona turar edi. So'ngra ularni chiqarib olishdi. Tabiiyki, ularning a'zolarida jarohatlar bor edi. Undan keyin farzandlarim ichida hozirgacha tirik qolgan o'g'lim Yahyoni ham topib kelishdi. Uning boshi va belida jiddiy jarohati bor edi. Biz doim u haqida o'z ismidan nasiba olgan deb qo'yamiz. Chunki shunchalik og'ir vaziyatda ham tirik qoldi. Unga bu ismni bir necha kun avval vafot etgan buvisi tanlagan edi. Bu hodisalar og'ir bo'lsa-da, biroq sizning oldingizdagi tanlovlarning barchasi bir-biridan qiyin.
Ertasi kuni biz ularning barchasini Derbalah mintaqasidagi qabristonga jamoaviy ravishda dafn qildik. Endi esa uydagi barcha ishni tartibini qilib turgan ayolim vafot etdi. Men ko'pincha uyda bo'la olmayman. Xususan baxtsizlik onlarida uyda bo'lmayman. Men eslaymanki, jang boshlangan vaqtda kiyimlarimni kiydim va ofis tomon ketarkanman, oilamga 3-4 oy muddatgacha tayyorlaninglar deb aytdim va uydan chiqib ketdim. Shu bo'yicha ularni shahid bo'lganlaridan keyingina ko'rdim. Tirik qolgan qizlar va o'g'lim Yahyo endi nima qilishadi? Meni ish joyim G'azo shahrida bo'lsa, u yer barcha jurnalistlar va boshqa odamlardan forig' bo'lgan xatarli joy hisoblanadi. Biroq men ishga qaytishim kerak edi. Bu holda ular qayerga borishadi? Oxiri ularga aytdimki, men bilan birga G'azo shahriga boringlar. Yoki birgalikda o'lamiz, yoki birgalikda tirik qolamiz. Men oilamni dafn qilgandan so'ng ularni shifo kasalxonasiga olib bordim. U yerda bolalarning jarohatlarini bog'lashdi. Biroq afsuslar bo'lsinki, Isroil muxobaratlari ularni tinch qo'yishmadi. Tongda qizimning telefoniga qo'ng'iroq qilib, undan janub tomon ko'chishimizni talab qilishibdi. Bu haqida avval gapirmagan edik. Shunchaki bilmagan holda qo'ng'iroq qilganmi? Yo'q, bilgan hollarida qo'ng'iroq qilib, sen Voil Dahtuhning qizi Sundus bo'lasan. Janub tomon qaytib ketinglar deyishibdi. Telefon qizimning qo'lida bo'lsa-da, SIM karta mening nomimga olingan edi. Bu vaqtda biron qaror olish kerak. Lekin nima qilishni bilmay hayratda qoldim. So'ngra ularni shifo kasalxonasiga yubordim. Bir necha soatdan keyin ofisimga chaqirib olib, ularga aytdim. Bu safar barchamizning taqdirimiz bir xil bo'ladi. Agar tirik qolsak, birgalikda tirik qolamiz. Agar vafot etsak, birgalikda vafot etamiz. Xo'pmi bolalarim, desam, ular xo'p deb javob berishdi. Lekin bu vaziyat juda ham og'ir edi. Siz bu kabi musibat va har xil savollar og'ushida qolgan vaqtingizda qaror ola bilishingiz kerak. Yoki otalar odatidek oilada tirik qolganlarni tarbiya qilib, davolab, ma'naviy kuch ulashib, ularni xotirjam qilib o'tirishingiz kerak. Bu ham talab qilingan narsa. Yoki ishni davom ettirish kerak. Men shak shubhasiz ikkinchi tanlovni qabul qildim. Chunki men tushundimki, bosqinchi Isroil kuchlari menga o'z talabini o'tkazmoqchi bo'lyapti. Ularni talabini bajarmaslik va go'yo hech narsa bo'lmagandek avval qanday bo'lsa shundayligicha doimiy kayfiyat bilan ishni davom ettirishlik ular uchun jiddiy zarba bo'ladi. Alloh taolo meni bunga muvaffaq qildi. Hatto ko'p insonlar meni bu qarorimga e'tiroz bildirishdi. G'azodagi Al Jazeera kanalidagi sheriklarim ham meni qarorimni ma'qullashmadi. Ular mendan ozgina bo'lsa ham dam olib, keyin ishga qaytishimni talab qilishdi. Biroq men qarorimda qat'iy turib, o'sha kunning o'zidayoq jonli yo'yinga chiqib, hech narsa yuz bermagandek gapira boshladim. Men o'ylaymanki, bu qarorga kelishlikka insonning o'zigina qodir emas. Balki Alloh taolo insonga kuch-quvvat, sabr va sabot berib, qalblarni mustahkam qilib qo'yadi. Shu bilan birga insonning hayotida to'plagan tajribalari va ba'zi sifatlari bu kabi holatda sobit turishga yordam beradi. Birodarim Mahmud, biz G'azo sektorida yasharkanmiz, agar mashaqqatsiz o'tgan kunlarni sanasangiz, bir qo'lning barmoqlariga teng keladi xolos. Hozir aytib o'tganlaringiz alamli damlarning birinchi qismi edi. Bundan keyin ham bir necha qismlar bo'lib o'tdi. Shunday emasmi? Bu eng qiyin marhala edi. Jangning barcha qismi alamli damlarni o'z ichiga oladi. Biroq oilangizdan bu shaklda ayrilib qolishingiz imtihonning eng og'ir pallasi bo'lsa kerak. Ikkinchi qiyin palla qo'lingiz jarohatlanib kasalxonada turgan vaqtingizda undan qon oqib turgan vaqtda bo'lsa kerak. Qo'lim jarohatlanishidan avval Isroil samolyotlari G'azo shahridagi uyimni bombard qilishdi. Bu uyning atrofida bino ham, qo'shinlar ham yo'q edi va barchaga bu uy Voil Dahtuhning uyi ekanligi ma'lum edi. Keyinroq men va shahid birodarim Samir bilan yuz bergan hodisa bo'lib o'tdi. Biz Xon Yunis mintaqasida ba'zi maydonga taalluqli ishlarni qilib yurgandik. Bu mintaqada falastinlik madaniylarni himoya qilish tashkilotining vazifasi bor edi. Ular Xon Yunis mintaqasidagi bir oilani qutqarib olib chiqishlari kerak edi. Biroq u mintaqalar xatarli bo'lib, bosqinchi Isroil tomonidan qizil chiziq ostiga olingan edi. Biz bu mintaqada avval kameraga tushmagan ba'zi manzaralarni tasvirga olmoqchi edik.
Madaniylarni himoya qilish tashkiloti bizga Qizil Xoch tashkiloti bilan aloqa qilgani va Isroil bu mintaqada harakatlanishga muvofiqlik bildirganini aytishganidan so'ng, ular bilan birga borishga haris bo'ldik. U yerdan bir oilani qutqarish hamda jang bo'layotgani bois mintaqalarni xatar ostida qolgani sababli uylarini tashlab chiqqan qochqinlarga boshpana berish markazlaridan biridagi palatkalardan madaniylarni himoya qilish tashkilotiga tegishli markabni olib chiqish kerak edi. Bu vaqtda u palatkalarda hech kim qolmagan edi. Bu vazifa bilan yurarkanmiz, ko'chalarning aksari vayrona bo'lganini ko'rdik. Har qadamda duch kelayotgan vayronalar yo'lni to'sib qo'ygani uchun mashinadagi odamlar ora-orada to'xtab yo'lni ochishar va sayrida davom etishardi. Biroq bir joyga kelib to'xtagan vaqtimizda mashina shofyori vayronalar kattalashib borayotgani sababli yo'lda davom eta olmasligini aytdi. U men va sherigim Samirdan, shuningdek tashkilotga a'zo bo'lgan tez yordam ko'rsatuvchi 3 ta shaxsdan yo'lni qolgan qismini piyoda yurgan holda davom etishimizni so'radi. Shofyor bilan uning bir sherigi esa ortga qaytib, boshqa yaxshiroq bo'lgan aylanma yo'l bilan eng kamida markab turgan madrasaga olib boruvchi yo'lning boshiga kelib turishlarini aytdi. Biz vayronalar ichida va bizni qadamma-qadam kuzatib kelayotgan samolyotlar ostida va har qadamda portlash asoratlari, jang asoratlari qolgan mintaqani oralagan holda sayrimizni davom ettirdik. Bu mintaqalarda hech kim qolmagan. Faqat yana portlash va samolyotlarning ovozlari eshitilib turardi. Hamda bu yerlarda jang manzarasi aks etib turar, go'yo biz to'qnashuv bo'layotgan joyda edik. Shu holimizcha yurishda davom etib, to madrasagacha yetib bordik. So'ngra markabni qidirdik va madrasaning atroflarini tasvirga oldik. Bizning adadimiz 5 ta edi. Endigina qaytishga qaror olib turgan vaqtimizda sheriklarimga qarata bir-birimizdan ozgina uzoqlashib yuraylik, chunki yo'l davomida nishonga olinishimiz mumkin deb aytdim. Garchi kelishuv va Isroil tomonidan muvofiqlik bo'lsa-da, siz xotirjam bo'lishingiz qiyin. Sizni hadafga olishlari uchun oson imkoniyat paydo qilib bermasligingiz kerak. Bir necha lahzalardan so'ng nima bo'lganini bilmayman. Go'yo kuchli bo'ron kelib, bizni ko'tarasiga aylantirgancha yerga uloqtirdi. Men shunday his qildim. Yerga yiqilarkanman ozgina muddat hushsiz yotdim. Ovozning qattiqligi ta'sirida mening quloqim bitib qolgan edi. So'ngra o'zimga kelib harakatlanmoqchi bo'ldim. O'z-o'zidan zehnimga hozir qayta kelib raketa otsa kerak degan xayol keldi. Chunki tajribadan bilamizki, odatda samolyotlar 2-3 marotaba o't ochishadi. Xususan avvalgi o'qi maqsadlarini hosil qilmagan bo'lsa, shunday qilishadi. Shuning uchun meni zehnimni hozir yana qayta kelib o't ochsa kerak degan xayol egallab oldi. Shu vaqt o'zimga o'zim, bu sening nihoyang ey Abu Hamza deb aytdim. Men qayta o'rnimdan turishga harakat qilarkanman, yaqinimda joylashgan do'konga borib, o'zimni raketalardan himoya qilmoqchi bo'ldim. Biroq bir necha metr yurganimdan so'ng qo'lim og'irlashib uyusha boshladi. Men holatning og'irligi sababli haligacha qo'lim yaralanganligini va qonga to'lib qolganini ko'rmagan edim. So'ngra qo'limga qarasam, undan qon otilayapti va sovutim ham qonga to'lib ketibdi. Men faqat qo'lim jarohatlandimi yoki unga qo'shib boshqa a'zolarim ham jarohatlandimi bilmayotgan edim. Shu payt agar raketa ostida halok bo'lmasam ham, qon oqishi sababli hech kim qadam qo'yishga imkon topa olmaydigan shu xatarli tashlandiq makonda halok bo'lib ketsam kerak degan xayolga bordim. Atrofga qarasam, himoya qilish tashkilotining a'zolari shahid bo'lishibdi. Ularning jasadlari parchalangan holda yotar edi. So'ng Samirni qidira boshladim. U bilan mening oramda ma'lum masofa bor edi. Uni uzoqroqdan boshi harakatlanayotganini ko'rdim. Shahid bo'lmagan bo'lsa-da, biroq mutlaqo o'rnidan turishga qodir emasdi. Unga yetgan jarohat juda og'irligi ko'rinib turardi. Men bu holatimda unga yordam bera olmasdim. U ham o'rnidan qo'zg'alishga imkoni yo'q edi. So'ngra o'zimga o'zim umid uchqunlarini bergan holda tez yordam mashinasi keladigan joyga yura boshladim. U yer ham uzun masofa bo'lib, taxminan 800 metr edi. Men chap qo'limni jarohatlangan a'zoyimga qo'ydim-da, Alloh taologa: "Ey Robbim, bizni bu yerdan chiqargin" deb duo qilgancha yura boshladim. Men yo'lda ketarkanman, bir yiqilaman, bir turaman. To tez yordamdagi yigitlarni ko'zim bilan ko'rdim-u, ularga qarata yordamga kelinglar, biz jarohatlandik deb qichqirdim. Holat qiyin edi.
Mashinalar vayrona sababli yura olmaydi. Yigitlar ham endi harakatlanaman deguncha raketa kelib tushadi. Ularning oldiga yetib borgach, ortga qaytib Samirni olib chiqishimizni ulardan so'radim. Chunki u yaralangan bo'lsa-da hayot edi. Ular aytishdiki, hozir u yerga kira olmaymiz. Yaxshisi sizning hayotingizni qutqaraylik. So'ngra Samirni qutqarish uchun mashina jo'natamiz deyishdi. Shu ondayoq meni mashinaga chiqarib, darhol u mintaqani tark etishdi. Yo'lda ketarkanmiz Samirni olib chiqish uchun kelishuv maqsadida Aqso, Qudus va Davha mintaqalarida aloqalar boshlandi. Tabiiyki, Isroil armiyasi vaqtni cho'zadi. Isroil muvofiqlik bildirguncha oradan ancha vaqt o'tib ketdi. Qizil yarim oy tashkiloti Qizil Xoch tashkilotidan o'zlari bilan birga borish uchun tez yordam mashina so'radi. Chunki bir necha o'rinlarda vaziyat bundan ancha yengil bo'lgan vaqtda ham Qizil yarim oy tashkilotining tez yordam mashinalari Isroil raketalari tarafidan hadafga olingan edi. Shu holat yana takrorlanib, kadrlar halok bo'lmasligi uchun Qizil Xoch tashkilotidan tez yordam mashina so'rashdi. Biroq ular bu talabga rad javobini berishdi. Isroildan muvaffaqlik olish, Qizil Xoch bilan aloqalashib, mashina talab qilish asnosida vaqt 6 soatgacha cho'zilib ketdi. Tez yordam mashinasi mintaqaga yetib borgach, Samirni shahid bo'lgan holda topishdi. Samir egnidagi sovutni olib tashlab, yurishga harakat qilgan ekan. Biroq ikkinchi raketa kelib, uni nishonga olish natijasida shahid bo'lgan ko'rinadi. Uning jarohati juda og'ir edi. Jasadining deyarli barcha qismi yaralangan edi. Bu juda alamli tajriba bo'ldi. Biz mahsullik onlarini qaytarmoqchi emasmiz. Biroq bu guvohlik tarix zarvaraqlarida muhrlanib qolishi kerak. 4 oy mobaynida G'azo sektorida shahid bo'lgan jurnalistlarning soni avval bo'lib o'tgan 5 yoki 6 ta jangda shahid bo'lgan jurnalistlardan 2 barobar ko'proq. Bu juda ko'p adad hisoblanadi. Agar biz siz aytib berayotgan hodisalarni televizor ekranida kunma-kun, soatma-soat ko'rib borganimizda, uni tasdiqlash juda qiyin bo'lardi. Biroq bu voqealar yuz berayotganiga hech qanday shak shubha yo'q. Siz yoki G'azo sektoridagilar his tuyg'usiz odam emassizlar. Ularning ham biz kabi go'shti, qoni va his tuyg'ulari bor. Biz kuzatuvchilarimizga sizning agar mahzun bo'lsam taslim bo'lib qolaman. Ichimda to'fon bor. Biroq risola komil shaklda yetishi uchun men bu vulqonni bosishim kerak deb aytgan gaplaringizni eslatmoqchiman. Bu alamlar va qiyinchiliklarga bardosh berishning yo'li qanday? Ochig'ini aytganda, bu narsaning hech qanday sababi, tafsiri va mantiqiyligi yo'q. Biroq aytib o'tganimizdek, Alloh taolo qalblarni mustahkam qilib qo'ydi. U zot bizga g'ayri tabiiy quvvat ato etdi. Inson kun ora bu kabi imtihonlarga duchor bo'lar ekan, hatto televizorda kuzatib turgan odamlar ham chiday olishmaydi. Biroq men bu narsaga nafsimni ko'ndirdim. Men avvalgi vaqtdan boshlab sezdimki, bizning vazifamiz og'ir va ishlaydigan joyimiz xatarli. Demak, har qanday narsa sodir bo'lishi ehtimoli bor. Alloh taolo meni bu kabi turli imtihonlarga to'la muhitda ulg'ayishimni ixtiyor qilgan bo'lsa kerak. Balki shuning uchun ham bizga o'z tarafidan tavfiq ato etdi va biz uchun ozgina quvvat va qo'rg'on nasib qildi. Men doim o'zimga o'zim shunday der edim. Sen mayli, ziyon ko'rarsan. Ular senga aziyat berib xumorlaridan chiqquncha jazolash maqsadida oilangni birma-bir olib, ularni bo'laklashar. Biroq nima ham qila olarding? Bu jangdan bosh tortib chiqib ketding ham deylik. Lekin keyin nima bo'ladi? Bugun sen bombard qilinayotgan, qatloam qilinayotgan Falastin xalqining falastinlik bir vakili va bir jurnalisti o'laroq faoliyat olib bormoqdasan. Sen o'zing ham bu jangda qoningni, ruhingni, go'shtingni va suyagingni taqdim qilding. Demak, hozirda sening holating avvalgiga nisbatan og'irroq va ishingni davom ettirishga bo'lgan turtki ko'proq. Bu gaplarni doim o'zimga aytar edim. Shunga binoan men ishimda davom etishga qaror qildim. Men o'zimni keragidan ortiqcha hayot kechirdim deb hisoblayman. Aslida bu vaqtgacha nishonga olinishim kerak edi. Biroq Alloh taolo shuni ixtiyor qilgan ekan. Gohida Alloh taolo siz uchun qiladigan ishingizni ham ixtiyor qilib, u ishga yondasha olish qudratini ham berib qo'yar ekan. Insonlarning iste'dodi hamda Alloh ularga bergan tavfiqi turlicha bo'ladi. Ba'zi insonlar musibat yetganidan so'ng uni ko'tarishdan ojiz bo'lib, o'zini ishdan chetga olishi mumkin.
Yana ba'zilari qarshilik ko'rsatib, ishini davom ettirishga imkon topadi. Biron kimsa biz ko'rgan musibatlarni yengil sanashi joiz emas. Biz har tomonlama juda og'ir, alamli va mashaqqatli onlarni boshdan o'tkazdik. Oilam haqida aytadigan bo'lsak, ayolim uyimning unvoni edi. O'g'lim Mahmud hayot bilan to'lib toshgan. Ingliz tilida nutq qiluvchi jurnalist bo'lish istagi bor edi. Qizim Sham uyimning rayhoni. Jangdan oldin endigina 1-sinfga borayotgan edi. Nabiram Adam va ukalarimning 5 ta farzandlari, boshqa qarindoshlarimning 14 farzandlari. Bularning barchasi o'sha bombard oqibatida shahid bo'lishdi. Shuningdek, sherigim Samirni shahid bo'lganlik xabari keldi. Ko'z oldingizda siz uchun eng aziz bo'lgan sherigingizdan ajralib, buni mashaqqatini his qilib yurishingiz va o'zingizga ham, unga ham yordam berishdan ojiz qolishingiz naqadar alamli ekanligini bilsangiz kerak. Samir men uchun eng aziz bo'lgan insonlardan biri edi. Al Jazeera kanalidagi faoliyatimning avvalgi onlaridanoq u menga sherik bo'lib kelgan. So'ngra o'g'lim Hamzani shahid bo'lganlik xabari odamni ancha toliqtirib qo'ydi. Insonlarning hammasi o'g'lim Hamzani men uchun naqadar qadrli ekanini bilishar edi. Bularning barchasi bir lahzada bo'lib o'tdi. Bu juda ulkan hodisa edi. Lekin siz tavakkal qilgan holda ishlaringizni barchasini Allohga topshirib qo'yasiz. Taqdiringizga rozi bo'lib, uni qabul qilishdan o'zga yaxshiroq narsa yo'q. Barcha mashaqqat, alam va imtihonlarga bardosh bera olishingizning siri Allohga taslim bo'lgan holda taqdiringizga rozi bo'lish va Allohdan mukofot umid qilishingizdir. Chunki bundan boshqa tanlovlarning barchasi og'ir, alamli, achchiq va halokatli bo'ladi. Shunga qaramay Allohning qadari baribir joriy bo'ladi. Siz sabr qiling. Allohdan mukofotni umid qiling va ishlaringizni u zotga topshirib qo'ying va ey Robbim, sendan qabul qilishingni so'rayman deb ayting. Bu narsa doim bizga dalda bo'lib keladi. Alloh taolo aytadi: "Ular shunday kishilarki, biror musibat kelganda, albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguvchilarimiz" deydilar. Ana o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bor. Ana o'shalar haq yo'lni topguvchilardir. Buncha musibatlarni boshdan o'tkazgan Voil Tahduhdan G'azo sektorida yuz berayotgan siyosiy, askariy va maydoniy hodisalar rivojini kuzatib, mulohaza qilib borayotgan Voil Dahduhga ko'chadigan bo'lsak, siz 7-oktyabrdan boshlab shu kungacha bo'lgan hodisalar haqida nima deya olasiz? 7-oktyabr hodisasini qanday qabul qildingiz? Isroilning qarshi hujumi shu shaklda bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Biron kimsa bu hodisani shu qadar katta hajmda va muvaffaqiyatli ravishda yuz beradi deb o'ylamagandi. Men doim aytib kelamanki, tahlilimga ko'ra bu hujumni amalga oshirish uchun borgan yigitlarning o'zlari ham holat bu qadar oson va muvaffaqiyatli kechadi deb o'ylashmagan bo'lsa kerak. Bu hodisa Isroilni naqadar ojiz ekanini zohir qilib qo'ydi. Shuningdek, biron kimsa Isroil tomonidan bo'ladigan qarshi hujum ham bu shaklda og'ir va keskin bo'ladi deb o'ylamagan edi. Lekin shaxsiy qarashimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, men Tel-Havo mintaqasida yashayman. U biroz qishloqsimon bo'lgan ancha tinch joy. Odatda Falastin guruhlari tajriba qilish uchun dengiz tomon otadigan raketalari bizga eshitilib turadi. Men o'sha kuni otilayotgan 1-2 ta raketalarning ovozini eshitib, bu tajriba uchun otilayotgan raketa emas deb o'yladim. Derazani ochib qarasam, raketalar dengiz tomon emas, balki Isroil tomon otilayotgan ekan. Raketalar bir necha joylardan otilar edi. Bir necha soniyalar ichida o'zimga o'zim biron xatolik yuz berdimikan, raketalarning protsessori ishdan chiqdimikan deb so'zlar ekanman. Kiyimimni olib, oilamga o'zinglarni 3-4 oy uchun tayyorlanglar degan holimda ofis tomon chiqib ketdim. Biroq ushbu hodisa bu qadar muvaffaqiyat va natijalarni qo'lga kiritadi deb o'ylamagan edik. Birozdan so'ng yuz bergan hodisa bo'yicha ma'lumotlar, suratlar va xabarlar kela boshladi. Odatda G'azo sektoridan Isroil tomon bir dona raketa otiladigan bo'lsa, Isroil darhol qarshi hujum bildirar, samolyot va raketalar bilan insonlar yashaydigan joylarni, kuzatuv nuqtalarini va boshqa o'rinlarni hadafga olar edi. Biroq bu safar G'azo sektorining hududida 7 soat mobaynida hech qanday samolyot ham, bombard ham kuzatilmadi. Bu juda g'aroyib holat edi. Qanday ish ro'y berayotganini hech kim bilmas edi.
Mujohidlar hujum qilyapti. Isroilliklardan asir olishyapti. G'azo sektorida turli vaziyatlar sodir bo'layapti va hokazo. Biz bildikki, bu voqealardan so'ng Isroil qattiq va xatarli javob qaytaradi. Bu qarshi hujumning asosiy xususiyati intiqom olish edi. Ya'ni jangovar guruhlarni nishonga olish yoki yetakchilarga suiqasdlar uyushtirish va bundan boshqa narsalar. Haqiqiy intiqom G'azo sektorining osmoni uzra yuzlagan qiruvchi samolyotlar kelib, oddiy xalq ustidan bomba yog'dirishi, binolarni yo'q qilishi, manzillarni nishonga olishi va maqorlarni vayron qilish bilan boshlandi. Bularning barchasi insonlarda ma'lum bir holatni paydo qildi. Biroq oradan bir qancha muddat o'tganidan so'ng qarasak, holat biz o'ylagandek emas ekan. Shuning uchun men aytdimki, bu amaliyotni olib borgan shaxslar ham voqea rivoji bu qadar bo'lishi va Isroil tomonidan bu shaklda qarshi hujum kelishini taxmin qilishmagan edi. Meni o'ylashimcha, ular bir narsani istagan bo'lsa-da, biroq Alloh taolo boshqa narsani istagan ko'rinadi. Ular bir maqsad bilan borishgan edi, lekin Alloh taolo o'zining ilmi va hikmati bilan biron narsa vujudga kelishini xohladi. Aks holda bu darajada bo'lmasligi kerak edi. Men eslaymanki, 2014-yilda bo'lib o'tgan jangdan so'ng dushman ichida Nahyal Uz amaliyotini olib borgan Al-Qassam katibalari mujohidlarining bir guruhi bilan uchrashdim. O'sha amaliyot ham go'yo jang tusini berar edi. Unda bir Isroil jangarisi askariy bazada barchani o'ldirib tashlagan va qichqirgan holda falastinlik jangchining oyog'idan ushlab, undan yordam so'rayotganlik surati tarqagan edi. Men o'sha vaqt Al Jazeera kanaliga 9-majmua nomli film tayyorlash asnosida bir mujohid bilan uchrashib, undan dushmanning ichida o'tgan jang qanday bo'lgani haqida so'radim. U vaqtda amaliyot endigina yakunlanib, juda katta natija bergan va haqiqiy jang tusini olgan edi. U niqob ortidan tabassum qilgan holda shunday deb javob berdi. Men Nahyal Uzga borib ado qilgan vazifam avval ko'rgan tayyorgarligimdan ancha oson ekan. Bu amaliyot 2014-yilda bo'lgan edi. Hozirdagi mujohidlarning olib borgan amaliyoti o'zlari o'ylaganidan ancha oson kechgani aniq. Balki Alloh taolo biron narsani tayyorlagandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratida ham ko'pincha sahobalar bir maqsad bilan yo'lga chiqishardi. Biroq Alloh taolo ularga boshqa narsani bitib qo'yar edi. Chunki u zot biron marhala uchun asos solayotgan bo'ladi. Bu Robbimizning qiladigan ishi. Chunki bu ko'p narsalarga bog'liq. Bu kabi ishlar oddiy narsalarga aloqali bo'lmaydi. Bu Falastin masalasi bilan bog'liq. Bilganingizdek, Falastinda avvalgi qibla va 3-haram masjidi hisoblanmish Aqso mavjud. Shuningdek, Falastin Rasululloh sayr qildirilgan va insonlar mahshar uchun jamlanadigan joy. Demak, bu falastinliklarning yoki jang uchun borgan yigitlarning o'zinigina emas, balki Alloh taoloning ishidir. Ikkinchi risola shuki, shoyat Alloh taolo G'azo xalqining qalblariga boqdi va ular uchun shu vaziyatni ixtiyor qildi. Garchi bu ish og'ir, mashaqqatli, qo'rqinchli va talofatli bo'lib, hozirgacha uning ulponini to'lab kelishayotgan bo'lsa-da, biroq Alloh taolo ularning qalblariga boqib, ular uchun shu vazifani va shu joyni tanlagan bo'lsa ajab emas. Doimo Alloh taoloning risolalari bo'ladi. Ularning kayfiyati va asorati ochiq-oydin bo'ladi. Biz Isroilga teginib bo'lmaydi. Uning yengilmas armiyasi mavjud. U bilan hazillashish kerak emas degan tushunchalar bilan katta bo'lganmiz. Barcha davlatlar va xalqlar bu borada shu xulosaga kelib, go'yo boshiga tushgan taqdirdek taslim bo'lib qolgan. Biroq barcha strategik va askariylarning qarashida geografik jihatidan kichkina va oddiy bo'lgan G'azo mintaqasi na jangga va na sobit turishga yaroqli emas edi. Bu mintaqada resurslar, imkoniyatlar, tog'lar va tepaliklar mavjud bo'lmagan. Faqatgina 365 kilometrdan iborat bo'lgan joy. Shunga qaramay bir tomoni dengiz bilan, yana bir tomoni Isroil hududlari bilan qurshovga olingan. U yerda yeb ichish uchun faqat 2 eshik bor xolos. 18 yildan buyon davom etayotgan qurshov asnosida 5 ta katta janglar, 3 yoki 4 ta kichkina janglar bo'lib o'tdi. Mana shu mintaqa hozirda butun dunyo guvoh bo'lib turgan hodisani amalga oshirdi. Insonlar Isroil borasidagi tasavvurlarni shunchaki xurofat ekanini va bu davlatga teginish imkoni borligi,
uning armiyasi ham mag'lub bo'lishi mumkinligini va bundan boshqa ko'p ishlarni qilsa bo'lar ekan degan xulosaga kelishdi. Bularning barchasi o'z armiyasi va resurslariga ega bo'lgan katta davlat tomonidan emas, balki eng zaif nuqtadan yuz berdi. Shu yerda olamlar Robbisining irodasi va risolasi ochiq zohir bo'ldi. Shuning uchun men aytamanki, bu jang mashaqqatga to'la bo'lishiga qaramay, unda Allohning risolalari mavjud.